Prezidentimiz tashabbusi bilan 2021-yilda boshlangan Yashil makon loyihasi chinakamiga umummilliy harakatga aylandi. Loyiha doirasida ekilgan mevali va manzarali daraxt ko'chatlari yurtimiz ekologiyasi hamda aholi salomatligini yaxshilashda muhim omil bo'lmoqda. Bog'ot tumanida viloyat hokimi Jo'rabek Rahimov ishtirokida loyiha doirasida ko'chat ekish tadbirlarini tashkil qilish masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan ko'rgazmali amaliy seminar tafsilotlari bilan mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Xorazm viloyatida so'nggi 4 yilda 70 million dona daraxt ko'chatlari ekilgan. Bu bilan yashillik darajasi 7% dan 14,5% ga yetgan. Tadbirda ishtirok etgan viloyat hokimi Jo'rabek Rahimov joriy yilgi rejalar va bajarilgan ishlar haqida to'xtalib, barchani muhim tashabbusda faollikka chorladi. Bunday xayrli tashabbusdan biz ham ortda qarab turmadik. Mana Yashil makon umummilliy loyihasiga o'z hissamizni qo'shishga harakat qildik. Xorazm viloyatida joriy mavsumda 14 million 500 ming dona ko'chat ekish va yashillik darajasini 16% ga yetkazish reja qilingan. Viloyatda og'zi birchilikda degan bir so'z bor. Bu ko'proq bir yoqadan bosh chiqarib degan iboraga to'g'ri keladi. Bugun mana Bog'ot tumanida yo'l bo'yida yashil belbog' yaratilyapti va bu jarayonda 400 nafardan ortiq aholi vakillari, yoshlar, nuroniylar va turli idora tashkilot vakillari faol ishtirok etyaptilar. Ushbu 2,5 ming gektar yer maydonga 4 ming tup ko'chat ekish reja qilingan. Nuroniylar duosi hamda maslahati bilan bunga kirishildi. Farzand tug'ilsa bir nahal ekkanlar, ko'chat o'tkazganlar. Mana hozirga kelib Yashil makon umummilliy loyihasi paydo bo'ldi. Asli bu ishlarning boshida yurtboshimiz, hurmatli prezidentimiz turibdi. Hozir ko'chat o'tkazishga ayni payti. Mana yoshlarga tushuntirishimiz kerak. Egish uchun birinchidan maydonni tanlash kerak. Ko'karadigan ajoyib yer bo'lish kerak. Qolaversa, nalimizning tomiri bo'lish kerak. Buni bel bilan katta maydonni olib, ochib, tanlab, undan keyin ekishimiz kerak. Ekishimiz hali bir ish bu. Ekkandan keyin buni qarashimiz kerak. Suv solishimiz kerak. Yoshlarimizga ham moq o'rgataman. Bu azal-azaldan savob ish. Eking, parvarish qiling. Suvdan ozgina solamiz aralashtirib. Tuproq bilan birga aralashtirib mana ekamiz. Tutib ketgancha yosh go'dakni qanday qaragan bo'lsak, buni ham shunday qarashimiz kerak. Ushbu jarayonlarni kuzatar ekanmiz, ishtirokchilarda ko'tarinki kayfiyat, mehnatdan zavq olish tuyg'usi yanada jo'sh urdi. Viloyatdagi turli millat vakillari, san'atkorlar, yoshlar birdamlikda harakat qildilar. Xorazmimiz yashil makonga aylanyapti. Archa daraxtlari bizda buncha o'smasadi avvallar. Hozir qarang, shuni ham shu yerga moslashtirib, archa daraxtlari ham ko'karib, har yil yangi yashil makonlar barpo bo'lib, Xorazmimiz yashil makonga aylanyapti. Bu kelajak yoshlarimiz uchun qilinayotgan ish. Bu yerda sportchilar ham bor, bu yerda san'atkorlar ham bor. Hammamiz birgalikda bir musht bo'lib mana shu yashil makonni barpo qilyapmiz. Yoshlarning bu tadbirda ishtiroki katta ahamiyat kasb etadi. Zero tabiatga mehr va uni asrashga bo'lgan mas'uliyat avvalo yosh avlod qalbida shakllansa, kelgusida bu kabi ishlar bardavom bo'ladi. Bu bo'lib turgan narsalardan biz zavqlanyapmiz. Mahalladagi yoshlar bilan birgalikda mana faol ishtirok etib, hissamizni qo'shyapmiz. Mana shunaqa tadbirlarni mahallamizda, oilamizda hammamiz qilishimiz kerak deb o'ylayman. Ana shunda ekologik muvozanatni ham yaxshilaydi. 2-3 yil oldin viloyatda ko'chatlar zaxirasi kamligi sababli boshqa hududlardan olib kelinar edi. Bugungi kunga kelib, zarur miqdordagi ko'chatlarni hududning o'zida yetishtirish yo'lga qo'yildi. Bu bilan voha iqlimi va tuprog'iga mos mevali va manzarali daraxt ko'chatlari parvarishlanib, unuvchanligi ortgan. Yasin, gujum, ipak akatsiyasi, shumtol kabi manzarali daraxt ko'chatlari ekilishiga e'tibor qaratilgan. Yashil makon umummilliy loyihasi xalqimizga xos bo'lgan tabiatga, yerga mehr, mas'uliyat kabi qadriyatlarimizni yanada mustahkamlaydi. Qisqasi bu kelajak uchun barpo etilayotgan yashil hayot degani, ekologik muvozanatni ta'minlashdagi muhim tashabbus.